Shuhrat Bobojon, Time Machine 1984, 33-qism. Toshkent 1984-yil 30-may Kibernetika instituti xavfsizlik bo'limi boshlig'i Hankishevning kabineti. Kabinetda Hankishev va Keldiyor o'tiribdi. Hankishev qo'lidagi qog'ozga qarab, Irina o'tkazmoqchi bo'lgan tadqiqotdan xabaring bormi? Qachondan beri fiziklar hasharotshunoslar bilan ilmiy izlanishlar qiladigan bo'ldi. Mayli yuqori davro beribdi. Ilm yoritqichlari bir narsani bilgani uchun yashil chiroq yoqqan. Ammo Irina Yahudi ekanligini bilasanmi? Shuning o'zi hushyor bo'lishimiz uchun yetarli dedi. Keldiyor o'ng'aysiz bir alfozda bu jiddiy savollarga oddiy javob bera boshladi. Irina menga chivinning ko'zidagi setka bilan antiradar lokatordagi setka tuzilish jihatdan o'xshaydi, ammo chivinniki mukammal deb aytdi. Hankishev kuldi. Irina bilan munosabating borligini bilaman. Kecha Zarafshon restoranida ko'rishibsizlarni. Qalay, ishini bitirdingmi? U qo'lini musht qilib ustiga boshqa qo'lining kaftini qo'ydi. Aka, siz tog'amni taniysiz, meni bilasiz, Dehqonobodda xotinim, bachalarim bor. Men faqat yaxshi ma'noda Irina bilan munosabatdaman. Bilasiz, fizikadan ilmiy adabiyot rus tilida. Meni o'rischam zaif. Maktabda paxta terganmiz dars o'rniga. Odessada to'liq o'qishadi. Irina ilmiy ishimga yordam beryapti. Bori shu, aka. Hankishev ma'noli iljaydi. Bizga aqlli odamlar kerak, ammo sadoqatlilar zarurroq. Balki sen Nobel olmassan, lekin suv ichgan qudug'ingga tupurmaysan. Sendan bitta iltimos, rektor nomiga ariza yoz. Irinaning chivin loyihasida men ham qatnashay de. Rektor bu qog'ozni menga yuboradi. Men imzo chekaman. Chivinni aytganing lokator ko'zi 380 gradus ko'rsa, sen undan ham ko'proq ko'r. Haftada bir hisobot berib turasan menga. Irina Yahudi dissident olimlar bilan aloqa qiladimi? Sakharov haqida fikr qanday? Shularni ham bilib ber. Endi bo'shsan. Tog'angga ayt, xabarimni olsin. Kelasi oy qizimni tug'ilgan kuni. Ancha mehmon keladi, bilasan. Go'sht defitsit. KGB ofitseri bo'lsam ham o'z narxida go'sht olishim uchun talon berishmadi. Institutga bitta talon kelgan. Uni ham rektor o'ziga oldi. Bo'pti, bora qol. 2023-yil 6-iyun Berlin West End. Kibernetika instituti. Yil tugashiga yana 208 kun bor. Professor Torstenning taqvimiga yil oxirigacha qilinadigan barcha ishlar belgilab qo'yilgan. 2023-yilning iyunida yer yuzida birinchi bor tirik jonivor o'tmishga sayohat qiladi. Torsten 3 shisha kolba ichidagi 3 ta chivinga mehr bilan tikildi. Bu 3 ta chivindan bittasi o'tmishga sayohat qilishi lozim. Bu 3 ta chivinni Myunxen universiteti professori Faraxafso Xudodod keltirgan edi. Kolbalardagi chivinlarga Dedal, Ikar va Tal deya ism qo'yilgandi. Nega shunchaki raqamlash o'rniga nom qo'yding degan savolga Faraxafso Xudodod shunday javob bergandi. Qadim Yunon cho'pchaklarini sevaman. Shulardan biri ko'kka uchib asirlikdan qutulgan usta haqida. Kechmishda Dedal degan rassom yashagan. U devorga rasm chizsa, xuddi tirik odamday ko'rinardi. Hatto bosh maydonda jinoyatchilar qatl qilinganida bu rasmlar ko'zidan yosh chiqqan. Yasagan haykallari hozir qimirlab yurib ketayotganday bo'lgan. Marmar va granitdan yasagan Vinsimon zinalari mukammal va mustahkam edi. Dedal bugun ham qurilishda ishlatilayotgan 3 ta narsani ixtiro qilgan. Bolta, teshik teshadigan burg'u va devor tekisligini aniqlaydigan tarozi. 3-chi ixtiro shu qadar oddiy va samarali ediki, Dedal bitta toshga ip bo'ylab qurilayotgan devor bo'ylab osiltirgan. Shunda ip bilan devor solishtirilganda qiyshiq yoki to'g'ri ekani aniqlanadi. Dedal gorizontal yuza uchun boshqa bir tarozi yasagandi. Bitta yog'ochni to'g'ri yo'nib, o'rtasiga kichkina shaffof shisha joylashtirgan. Uning ichiga esa og'zi kavsharlangan idish ichida suv solingandi.
O'sha suv ichidagi havo pufagi gorizontal sathni tekisligini tekshirib berardi. Bu ixtirolarga 3000 yil bo'ldi. Ammo hanuz shu usul qo'llaniladi. Nemis professori fizik Torsten Kailholz bolaligida erta uxlashni xushlamasdi. Kechqurun unga onasi ertak kitob o'qirdi. Shu bois uning bolalik shuurida ertak istalmagan narsani qilishga majburlash quroli sifatida qolgandi. Keyinchalik Torsten fizika va matematika kabi aniq ilmiy kitoblarni o'qidi. Bayram va tug'ilgan kunida qarindosh yaqinlari sovg'a qilgan ertak kitoblarini ichini ham ochmay boshqa sinfdoshlariga berib yuborardi. Frau Xudodod, men nega raqam o'rniga ism qo'ydingiz deb so'radim xolos. Siz esa meni uxlashga majburlagan onamga o'xshab cho'pchak aytyapsiz. Bu gapdan Farahofzo Xudodod qahqah otib kuldi-da, Torstenning yelkasidan quchdi. Onang senga zulm qilgan bo'lsa, ertakda nima ayb? Men ertak eshitganim uchun ilmda kreativlik tirqishlarini topdim. Didal xuddi sen kabi o'z davri uchun imkonsiz sayohatni amalga oshira olgan daho. U qanot yasab dengiz ustidan uchib o'tgan ilk uchuvchi. Torsten qizarib-bo'zarib ko'zoynagini yechdi. Stol ustidagi salfetka bilan uni artib qayta taqdi. Bolalikdagi ona zulmi uning ruhiyatiga muhr urganini qarshisidagi shahlo ko'z qirmizilab olima aniq ifodalagandi. Taraddudlanib qolgan Torsten mulzam jilmaydi. Mayli azizam Farahofzo, ayt ertagingni, uxlab qolmaslikka harakat qilaman dedi. Farahofzo sumkasidagi 3 ta nakleykani chiqardi. Ularda Didal, Dal va Ikar deb yozilgandi. Didal deb yozilganini qo'lba chetiga yopishtirdi. Didal kimligini aytdim. U Da Vinchiday daho. Farahofzo ikkinchi qo'lbaga Tal deb yozilgan qog'ozni yopishtirib, zumrad rang loq surilgan nafis barmoqlari bilan silab qo'ydi. Tal Didalning jiyani, singlisining o'g'li. Nihoyatda qobiliyatli bo'lgan. Rassomlik va ustachilikda ustozi bo'lmish tog'asidan ham ancha o'zib ketgan. Pona yordamida marmar toshni tekis ikkiga bo'lish, richag'lar bilan og'ir toshlarni ma'lum o'zanda siljitish, eng muhimi tosh yuklangan aravalarning ravon yurishi uchun rels ixtiro qilgan. Tal kislotaning xususiyatlarini o'rganib, toshkesarlar oylab qiladigan mashaqqatli mehnatni yarim soatda bajarib, barchaning hayratiga sazovor bo'lgandi. Bu ketishda Tal Afinaning bosh ustasiga aylanardi. Didalga bu yoqmadi. Kullay boshladi. Hasad daholarda ham bo'ladi. U Tal Parfenonning baland devoriga qush reliefini o'rnatayotganida havozani ushlab turgan qoziqni atay sug'urib oldi. Havoza bilan birga Tal ham jarga quladi va o'ldi. Shogirdlardan biri Didalning qoziqni sug'urganini ko'rgandi. Didal qotillikda ayblanib zindonga tashlandi. O'zi yotgan shu zindonni ham Didal qurgandi. Uning ishlaridan biri maxsus ishoratli tosh surilsa, butun devor ontarilishini bilgan Didal tunda zindonning ko'chaga qaragan devorini ag'anatib qochdi. Dengiz sohildagi kemalardan biriga chiqib, Krit oroliga yetib bordi. Krit oroli hukmdori shunday usta kelganidan mamnun bo'lib, uni orolning bosh ustasi qilib tayinladi. Ammo bir shart bilan: usta hech qachon orolni tark etmasligi kerak. Professor Kailholz qo'lini chavay chalgan kabi yonsiladi. Bravo, Farahofzo. Orol sindromi degan narsaga isyon o'laroq Didal qutulish yo'lini istagan. Buni tushundim. Xo'sh, Ikar kim? deya savol berdi. Farahofzo Ikar deb yozilgan 3-qog'ozni qo'lbaga yopishtirarkan jilvali tabassum qildi. Ikar bu Didalning o'g'li, Krit orolida tug'ilgan. Professor Kailholz qo'lini parrak qilib boshladingmi, oxirigacha gapir mazmunida ishora qildi. Irksevar Didalga Krit orolini tark etuvchi kemalarga yaqinlashish taqiqlangandi. Rasman orol qamog'ida hisoblanardi u. Didal dengiz uzra uchayotgan oqtosh chag'alaylarga boqib, bu qamoqdan qanot yasab uchib ketish mumkin xolos degan fikrga keldi.
Keyin hozirgi deltaplan prototipini yasadi. Qush pati qamish cho'plariga kandir ip bilan bog'lanib, ustidan mum surildi. Didal avvaliga o'zi uchib mashq qildi. Keyin o'g'liga ham o'rgatdi. Shunday qilib u dunyodagi ilk avia instruktor bo'ldi. Saboq o'ta oddiy edi. Shamol yo'nalishi bo'ylab bir maromda uchish. Paslamaslik kerak. Dengiz to'lqinlaridan namlangan deltaplan qulashi mumkin. Balandlamaslik ham kerak. Quyosh harorati mumni eritib, deltaplanni parchalab tashlaydi. Shu ikki qoidaga rioya qilinsa, 50 kilometr naridagi boshqa orolgacha uchib yetsa bo'ladi. Professor Kyle Holtz odatiga ko'ra qo'lidagi bloknotga bir qancha aji-buji formula va raqamlarni tez-tez bitdi. Shamol tezligini x deb, deltaplanning yo'lovchi bilan og'irligini y deb belgilasak, ular 3 soat ichida 50 kilometr uchib bemalol manziliga yeta oladi. Odatda o'rta yer dengizida shamol yo'nalishi 5 soatgacha o'zgarmaydi. Bu ertakdagi parvozni tajriba qilib bugun takrorlasak bo'ladi. Ammo, dedi Farah Afzo, bu parvoz qismangina muvaffaqiyatli bo'ldi. Otasining gapiga amal qilmagan Ikar balandlab uchdi va mum erib deltaplan halokatga uchradi. Ikar o'ldi. Didal bo'lsa 50 kilometr naridagi orolga eson-omon yetib bordi. O'g'lining o'lganidan qayg'urib, deltaplanni yoqib yubordi va shu kimsasiz orolda tarki dunyo qilib yashadi. U o'z o'tmishini orol o'rtasidagi ulkan qoyaga qabarib rasm qilib o'yib ketdi. Inson zakovati, hasadi va qoidaga rioya qilmaganlar halokati haqidagi ibratli ertak edi bu. Faqat bu ertakda nega Didal o'z xotinini ham qutqarmadi degan savol javobsiz. Xotinlarga o'g'il tug'adigan inkubator deb qarash qadim Yunonistonda ham bo'lgan. Yuziga tabassum yugurgan professor Kyle Holtz kolbalarga qaradi. Xo'sh, bularning qaysi biri birinchi bo'lib 1984-yilga boradi? Kim asosiy, kim dublyor? Mantiqqa ko'ra Didal birinchi bo'lish kerak edi, ammo men bu vazifani tal qilishni istadim. U Didalday aql zakovatli, faqat hasad bois o'ldirilgan qurbon. Uning birinchi bo'lishga ma'nan haqqi ko'proq, dedi Myunxen universiteti professori Farah Afzo Xudodod. Siz yozuvchi va rassom Shuhrat Bobojonning Time Machine 1984 audio kitobining 33-qismini tingladingiz. Davomi bor.